Insof qilinglar. Bir odam 10 yil maktabda o'qiydi. Yana bir 10 yil universitetda o'qiydi. Yana bir 20 yil ilmiy ish bilan shug'ullanadi. Zamonasi uchun, yurti uchun katta bir ilmiy kashfiyotni qiladi. Odamlarning hayotini yengilligiga sabab bo'ladigan zo'r kashfiyotni qiladi. Birov tanimaydi ham uni. Unga beriladigan mukofot ham aytilinadigan mukofot emas. Ammo oyoq qo'lida joyida bo'lib, sal to'p tepishni bilgan bola 1 yilda 100 million dollar daromad qiladi. Do'ppilmaga qo'yib turib o'ylanib ko'ringlar-da. Bitta to'p tepishni chiroyli eplagan odam 1 yilda 100 million dollar pul topishi aqlga, mantiqqa sig'adimi? Boyaga biz aytgan kashfiyotni qilgan odamlarning rakiga davo topdi. Ekologiyani bir tuzalishiga sabab bo'ladigan bir kashfiyotni qildi. Benzin yoqmayapti, salarka yoqmayapti, shunaqa bir texnologiyani o'ylab topdi. Yo'q, o'shuning uchun futbolist bo'ladi bolam deydi-da. Bitta kinoda o'ynab berish uchun 30 million dollar oladi gonorariga. Bitta kinoda o'ynab berganiga, aktyor. Aytinglar, shu aqldanmi? Insofdanmi shu? Yana bitta klipini orqasidan palonchi qo'shiqchi dedi 5 million dollar foyda ko'rdi deydi. Nima edi u? Nima edi u? O'shuni o'tirib ko'rib odamlar 5 martadan 6 martadan qaytarib ko'rdi. Mana nima uchun ummatning ahvoli mana shu holatda.